o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan 10 ming dollar oyiga topyapti 21 yoshida, uyi bor 22 yoshida, 20 yoshida mashina olyapti. Ularning qancha foizi haqiqat va qancha foizi yolg'on deb o'ylaysiz? Ishoning, men sizga aytaman, mana shu aytayotgan odamlarning ko'pchiligi, juda ham ko'pchiligi ular aytishayotgan pulni topmaydi. Misol men internetda 10 ming dollar topaman deb aldab chiqish bu hech narsa emas. Tushunasizmi? Xo'p, mayli, rostdan ham o'sha miqdorda pul topyapti ekan, mashina olyapti ekan. Xo'p, nechta odamning ichida ular bitta? Ular 100 taning ichida bittami, 1000 taning ichida bittami, 10 ming taning ichida bittami, 100 ming taning ichida bittami yoki millionta odamning ichida bittami? 21 yoshdaman men hozir, bilmadim necha yoshdasiz, hammasi yaxshi. Shu paytgacha kelganingiz o'zi ham katta muvaffaqiyat. Hamma 20 yoshdagi odam mashina olmayapti, hamma 21 yoshdagi odam oyiga 10 ming dollar topmayapti. Siz o'zingizni unaqa insonlar bilan solishtirmang.